Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugundan Xudo xohlasa kamerada yaxshi ko'ryapmanmi? Bugundan Xudo xohlasa sizlar bilan onlayn darslarimizni boshlaymiz. Birgalikda 40 kun bepul Xudo xohlasa dars o'tmoqchimiz. Bemalol tanishinglar bo'lsa, o'rtog'inglar bo'lsa, matematikaga qiziqadigan tanishinglar bo'lsa, ustoz bo'ladimi, o'quvchi bo'ladimi, hammani bemalol taklif qilishinglar mumkin. Darslarimiz Xudo xohlasa boshlanishiga haftada 3 kun bo'ladi. Seshanba, payshanba, shanba kunlariga rejalashtiryapmiz soat 8 dan 10 gacha. Xo'p, maqsadimiz Xudo xohlasa matematikaga qiziqadigan o'quvchilarni, ustozlarni sertifikat olishiga ozgina bo'lsa ham hissa qo'shish. Xudo xohlasa reja tuzganmiz. Xo'p, o'zimni tanishtiradigan bo'lsam, ismim Abduhoshim, familiyam Ahmadjonov. Vodil maktabida hozirda matematika fanidan dars berib boraman. Birgalikda Xudo xohlasa A+ sertifikati olishga harakat qilamiz, lekin buni mashaqqati juda ham og'ir. O'ziga yarasha voz kechadigan narsalar bor. Agar shunga rozi bo'lsanglar, Xudo xohlasa darslarimizni boshlaymiz. Xo'p, darslarimiz jarayoni, darslar qanday tartibda o'tiladi? Darslarimiz Xudo xohlasa birinchi mavzuni tushuntirib beraman boshlanishiga, keyin misollar ishlaymiz. Misollar qanday tartibda ishlanadi? Men misol yozaman, 30 sekund vaqt beraman. Javoblaringni bemalol kommentariyaga yozaverasizlar. Keyin tahlil qilib beraman. Xuddi shu ko'rinishda 10 ta, 15 ta misol ishlaymiz, hamma tushunguncha. Keyin vazifa beraman. Muhim joyi vazifa. Agar vazifani qilib borsak, Xudo xohlasa maqsadga yetishamiz. Xo'p, vaqtlaringni ko'p olmayman. Xudo xohlasa ertadan hech qanaqa uzilishlar bo'lmasdan darslarimiz boshlanadi. Xo'p, darslarimizni mavzulari bu C+ darajaga kerak bo'ladigan mavzular. Mavzularni ketma-ketligi Xudo xohlasa ertaga natural sonlar va ular ustida amallarni ko'rib o'tamiz birgalikda. Mana shu mavzularni bilsak, Xudo xohlasa bemalol C+ daraja olib chiqamiz. Endi A+ daraja olib chiqish uchun buni davomi bor. Boshlang'ich tushunchalarga ega bo'lish kerak. Geometriya, trigonometriya va hokazo mavzular qo'shiladi. Hosila, integral. Mana shu mavzularni bir chekkadan ko'rib chiqamiz. Har kuni IDC kitobi bor. IDC kitobidan bittadan mavzu testini ko'rib beraman, tahlil qilib beraman. Ikkinchi testi uyga vazifa bo'ladi. Ikkinchi testini tahlilini ertasi kuni tashlab qo'yaman gruppaga. Xuddi shu ko'rinishda ketadi. Xo'p, mana shu mavzular ketma-ketligi bemalol o'zlaringga rasmga olib olishlaring yoki daftar ruchkalaringga yozib olishlaring mumkin. Ertadan daftar ruchka bilan bemalol qatnashishlaring mumkin. Xo'p, bu natijalarimiz ustozlarimiz bilan birga o'qitgan o'quvchilarimiz natijalari A+ darajada. Birinchida turgan o'quvchi 8-sinfligida olgan A+ darajani o'tgan yil fevral oyida. Sizlar ham bemalol Xudo xohlasa ola olasizlar. Har xil gap so'zlar yuribdi, u gap so'zlarga e'tibor bermaysizlar degan umiddaman. Test qiyin bo'ladi, oson bo'ladi. Bilgan odamga oson bo'ladi, bilmagan odamga albatta juda ham qiyin bo'ladi test. O'shuning uchun yaxshiroq o'rganish kerak. Xo'p, taqdimotimiz shundan iborat edi. Savollaring bo'lsa, marhamat, kommentariyaga berishlaring mumkin. Bersanglar, qo'ldan kelgancha javob berishga harakat qilamiz. Gaplarim tushunarli bo'lgan bo'lsa, plus qoldirib qo'yinglar kommentariyaga. Xo'p, Mohira Yo'ldasheva opamiz bu darajalar uchun necha oy vaqt ketadi deb savol beribdi. Agar boshlang'ich tushunchasi bo'lsa,
fevral oyiga S+ daraja olish mumkin. Agar 0 dan boshlaydigan bo'lsa, o'zini harakatiga bog'liq. Agar ko'p narsadan voz kechib ishlayman desa, shunda ham S+ darajaga erishsa bo'ladi. 40 kun Saodatxon Ro'ziyeva savol beryapti. 40 kun bo'ladimi deyapti. 40 kun bepul bo'ladi. Xudo xohlasa 40 kun birgalikda bemalol ko'rishamiz. Undan keyin rivojlanishiga qarab davom etamiz. Agar hammaga ma'qul kelsa, darslarimiz hamma tushunadigan darajada bo'lsa, shundan keyin davom etamiz. Darslarimiz Xudo xohlasa ertadan boshlanadi. Ertadan 20:00 da har kuni darslar bo'ladi. Faqat darslarni yozib olib tashlamaymiz. Chunki darajasi tushib ketadi. Agar o'qiyman desa, har kuni 8:00 ga vaqt ajratib kirish kerak shu darslarga. Mohira Yo'ldasheva profildan savol beryapti. S+ kuzda topshirsam yetarli bilimi bo'lmaydimi? 11-sinfman, kuzda topshirmoqchi edim. Xo'p, agar matematikadan qanchadir muddat repetitorga borgan bo'lsangiz, boshlang'ich tushunchalaringiz bo'lsa, shu 40 kundan keyin topshirsangiz bo'ladi S+ darajaga. Lekin agar darajangiz endi boshlamoqchi bo'lsangiz, jicha kamlik qilib qoladi. Firdavs, hozir boshlaymizmi darsni deyapti. Dars o'taylikmi hozir, nima deysizlar? Xo'p. Ertadan bo'lmasam 8:00 da darslarimizni boshlaymiz, Xudo xohlasa. Ertadan harakat qilamiz har kuni o'tishga imkoni boricha. Agar o'tolmay qolsak, har ora kunda bo'ladi dars. Xo'p, dars ertadan 8:00 da boshlanadi.